Hürmetli vatandaşım, nöbetçilikçimizin 4-sini başlaymiz. Amerika Yaponiya yangi mudofaa ko'rsatkichi e'lon qildi. Jungoning tahdidiga taqobil turdi. Mavzuli xabar 4-ayning 28-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya ikki davlat mudofaa hamkorlik ko'rsatkichining 20 yildan keyin tunji qatim yangidan o'zgartirilganligini jakarladi. Bu hujjatda Sinkaku taqim orollarının Yaponiya Amerika bexatarlik shartnomasining doirasiga kirdiganligi muqimlashtirildi. Jungo bu orolni Diaoyutai oroli deb ataydi va bu orolga egilik huquqi borligini da'vo qilyapti. 4-ayning 27-kuni Amerika va Yaponiya davlatlarining tashqi ishlar va davlat mudofaasiga mas'ul ministrlari Amerikaning Nyu-York shahrida ikki davlatning davlat mudofaa hamkorlik ko'rsatkichini e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri Ashton Carter apandi mundaq ko'rsatdi. Bexatarlik muhitimiz zo'r o'zgarish bo'ldi. Amerika Yaponiya ittifoqi yanada shundoq mustahkam. O mundaq ko'rsatdi. 1997-yil tuzilgan Amerika Yaponiya mudofaa hamkorlik ko'rsatkichi yangi bexatarlik muhitiga moslashamadi yoki muvofiq kelmadi. Carter apandi mundaq ko'rsatdi. Biz yangi tahdidga, yangi sohaga, yangi yer qiyotiga ve yeni iqtidorga duch keldik. Mushunda xilma-xil o'zgarishlar ichida bir narsa o'zgarmadi, u bo'lsa-mu, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiyaning yo'ldoshdak ittifoqi va munosabatlari o'zgarmadi. Bu 20 yildan beri Jungo harbiy kuchini o'stirib va harbiy kuchini orq-terak qilib, ayva qilib, Sharqi Jungo dengizi va Janubiy Jungo dengizida egilik huquqda o'ran qilib, harbiy parxod va harbiy aeroplanlarni avatib, Sinkaku taqim orollari masalasida Yaponiyaga xiras e'lon qildi. Sinkaku oroli Yaponiyaning boshqarishida egilik huquqi doirasida turadi. Ammo jungoliklar azaldan tartib Jungoning zamini deb da'vo qilyapti. Amerika Yaponiya mudofaa hamkorlik ko'rsatkichini o'zgartib, rayonning tashqini o'rtaq qo'g'daydigan bo'ldi. O'zgartirilgan mudofaa ko'rsatkichida tunji qatim aniq tartib bilan Sinkaku taqim oroli Yaponiyaning boshqarishida shunga bexatarlik shartnomasini qo'llanish doirasiga mansubdor deb belgilandi. Janubiy dengiz vaziyatining jiddiyligini nazarda tutib, Yaponiya davlat mudofaa ministri Jung Guyuan apandi mundaq ko'rsatdi. Yangi mudofaa ko'rsatkichi ikki davlat rahbarlarining qo'lni qo'lga tutishib, Janubiy dengizda tinchlikni qo'g'dash bo'yicha suhbat ilib berishiga yordam berdi. Yaponiya davlat mudofaa ministri Jung Guyuan yana mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf Amerika Yaponiya davlatlari birlashib plan tuzdi. Qanday konkret harakatlarni qo'llanishmi ikki taraf suhbatining mazmuni ichida bo'ladi. Jungo Amerikaning Janubiy dengiz va Sharqiy dengiz egilik huquq talash tortishlariga aralashishiga ochiq qarshi turib, Amerika va Yaponiyaning har qanday shakllik mudofaa hamkorligi uchinchi davlatning bexatarlik manfaatiga ta'sir yetkazmasligi lozim deb ko'rsatdi Jungo hukumati bayonotida.